Assalomu alaykum barchaga. Kecha video qo'yganimizda Xitoydan AliExpress'dan mana shu narsa kelgandi. Buni to'liq obzorini qilamiz deb aytgandik. Kommentariyada ham juda ko'p kishi mana shuni so'ragandi. Buni to'liq obzor qiling, qanday ishlaydi, nimalar qiladi deb so'ragandi. Buni zakaz qilishdan oldin o'zim ham yaxshilab qanday ishlaydi, nimalarga kerak bo'ladi va olganimga arziydimi yo'qmi deb videolarini, xarakteristikasini ko'rib chiqdim. Telefon sohasida yuradiganlar uchun, telefon sohasida ishlaydiganlar uchun bu kerakli narsa ekan. Shuning uchun sizlarga ham ilindim. Biz sotish uchun yoki bo'lmasam biznes uchun qilmoqchi emasmiz. Bizda sotiladigani ham yo'q buni. Shunchaki sizlarga nima qila oladi va nima uchun kerakligini tushuntirib beramiz. Hozir biz bir boshdan boshlaymiz. Mana shunday korobkachada kelar ekan. Original tovar ekan bu. Aynan Kionli shunaqa o'qilsa agar Kionli firmasiga tegishli. Nomi esa iBridge A3 modeli ekan. Buni ochamiz endi. Narxiga keladigan bo'lsak, 200 mingdan sal oshiqroqqa kelib tushdi dastavkasi bilan. Dastavkasi katta pul emas ekan u, lekin o'zi biroz qimmatroq narsa ekan. Usti tashqi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, ikkita USB porti bor. Birinchisi Type-C port. Bu iPhone 15, 16 lar uchun, ya'ni 15 dan yuqorisiga tushadi. Pastdagisi esa iPhone'larda 14 dan va 14 va 14 dan pastiga tushadi. Bu faqatgina iPhone'lar uchun emas, balki Android Type-C modellari uchun ham qo'llab-quvvatlaydi. Har qanday Android Type-C bo'lsa, qo'llab-quvvatlaydi. Nima uchun kerak degan joyiga bu telefonimizni zaryadlik joyini, ya'ni USB portini bemalol har bir kontaktini tekshirib beradi. Buni yon tomoniga keladigan bo'lsak, ikkita USB kiradigan, bu ham Type-C bilan jihozlangan, ikkita kiradigan USB porti bor. Birinchisi pastdagisini aytadigan bo'lsak, kompyuterga ulash uchun, bu qurilmani ham o'zini proshivkasi bor, o'shani obnovleniya qilish uchun kerak ekan, adashmasam. Ikkinchi porti esa zaryadnikda to'g'ridan-to'g'ri ulash uchun kerak bo'lar ekan. Zaryadnik nima uchun kerak bo'ladi bunga ulashda? Birinchidan zaryadkalash uchun, ikkinchidan esa mana bu telefonga ulaganimizda zaryadkadan o'tayotgan tok bu orqali o'tadi va tok kirishini nazorat qilib, bizga test qilib beradi. Oldingi qismida bitta ekrani bor. Bu ekranda har qanaqangi ma'lumotlarni chiqarib beradi. Undan keyin ikkita mana shu yerda ham kichik birinchisi teshikcha bu. Bu teshikcha esa buni signal chiqaradigan, tit etib signal beradigan bu teshigi bo'ladi. Ikkinchisi bitta kichkinagina oq nuqtacha bor. Bu nuqtacha esa chiroqcha hisoblanadi, indikator, ya'ni zaryadga ulaganimizda zaryadga ulandi degan indikatori bu ekan. Endi bu yoqda o'rtada yana bitta joystikchali tepaga, pastga tushib chiqadigan va o'rtaga bosiladigan bitta joystigi bor. Bosib tursangiz yonar ekan. Mana yondi. Bu ko'rib turganingizdek Type-C portni ko'rsatib turibdi. Har biri alohida kontaktlarning nomlari. Bittasi USB-niki, bittasi massa, bittasi zaryadkaniki. Xullas kalom hammasi отдельно bir vazifani bajaruvchi kontaktlarning nomlari. Hozir biz iPhone emas, balki oddiy Android telefonda ulab ko'ramiz. Mana qo'limizda oddiy Android telefon, Realme brendiga tegishli, mana Realme. Ko'rib turganlaringizdek, Realme brendiga tegishli oddiy Android smartfoni. Apparatimizni yoqamiz yana. Bu USB tester deyiladi va ulaymiz. Kutamiz, mana testing deb yozib qo'ydi. Ko'rib turganingizdek, barcha mana shu portning kontaktlari hammasi joy-joyida. Sababi hammasi yashil bilan chiqib keldi. Agar qaysidir kontaktni ошибкали bo'lsa yoki bo'lmasam xatolik bo'lsa yoki bo'lmasam materinskiy platamizga borishi yo'q bo'lsa, bu yerda aynan o'shani qizarib chiqib qoladi. Buni uzamiz. Hali ham xotira saqlab turadi. Undan keyin pastga bitta tortsak, iPhone'lar uchun aynan boya aytganimdek 14 va undan kichkina bo'lgan iPhone'lar uchun mana shu port amal qiladi. Mana bu kontaktni ulaymiz. Undan keyin yana bitta pastga tortadigan bo'lsak, bu zaryadlashda mana shuni ulab, bu yog'iga zaryadchigimizni ulaydigan bo'lsak, zaryadga olishini nazorat qiladigan bu qismi hisoblanadi. Mana zaryad olishni boshladi bu. Endi bu yerda ko'rsatyapti. 4.7 volt, 0.9 amper, 4 watt.
ketish oqimini ko'rsatyapti. Buni uzamiz endi. Buni ham uzamiz. Har bir signal chiqayotgani ham bu qurilmani uzildi, ulandi degan bir ma'nodagi signali ekan. Xo'sh, endi yana bitta pastga tushamiz. Yana bitta pastga tushamiz. Boya ko'rsatganimiz. Yana bitta pastga tushsak, bu o'zini shaxsiy menyusi. Birinchisi display. Displeyda nimalar qila olishi haqida. Undan keyin orqaga qaytamiz. Undan keyin language bo'limi, ya'ni tillar bo'limi. Reset, ya'ni bu mana shu qurilmani zibros qiladi. About, ya'ni bu proshivka yoki bo'lmasam o'zini versiyalarini ko'rsatadigan bo'limi. Mana firmaning nomi va proshivka versiyalarini ko'rsatyapti. Boshqa hech qanaqangi menyusi yo'q buni va qaytamiz. Shu hozircha mana shu narsalar, mana ko'rib turganlaringizdek har biri alohida menyuga jamlangan, lekin o'ta aqlli ekan bu. USB testerda oldingi ustalar masalan qaysidir kontakt ketgan bo'lsa, uni alohida multimetr yordamida ko'rib chiqishgan. Lekin bu qurilma bitta ulashda atiga 5 sekund vaqt ketadi, shunda chiqarib beradi. Usti ham yaxshigina plastikdan tayyorlangan, oddiy plastik emas, yaxshi, sifatli demoqchiman. Xullas, bu narsa imminni USB tester deyiladi va zaryad olish oqimini ham sizga aniqlab beradi. Ishlashlariga kelsak, juda ham yaxshi. O'zini batareykasi ham sifatli ekan. Men o'zim 1 kun, 2 kun yaxshilab buni tekshirib ko'rdim, ishlatib ko'rdim va sizlarga ham tavsiya qildim. Olishlaringizga arziydi va ishingizni anchaginaga qisqartirib beradi. Uni har bir kontaktini alohida multimetrda tekshirmaysiz, shunchaki shu apparatni bir marta tiqib 5 sekund kutsangiz hamma kontaktlarni chiqarib beradi. iPhone, har qanday iPhone'da va Android telefonlar faqat Type-C'sini. Perixadnik bilan ulab ko'rdim, lekin sal ошибка bilan ko'rsatdi. Shuning uchun Android oddiy mikro USBni ulamaganlaringiz ma'qul deb o'ylayman. Lekin uni ham ko'rsatyapti. Prosta to'g'ri ko'rsatyaptimi, yo'qmi, to'shna aniq bilmadim. Shuning uchun buni tavsiya qilmayman. Lekin Type-C bilan iPhone'da to'shna ko'rsatib, ishlashlarini ham ko'rsatib beryapti. Bu bistro zaryadka, ya'ni tezkor quvvatni ham qo'llab-quvvatlaydi, turboni ham qo'llab-quvvatlaydi. Sababi 20 voltgacha bu ko'tara oladi. Amperaji ham katta amperada, aniq hozir esimda yo'q. Xarakteristikasi internetda bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Xullas shunaqangi. Kimda fikr va savollar bo'lsa, komment yozib qo'yinglar. Imkon boricha javob berishga harakat qilamiz. Bu narsani esa AliExpress saytidan yoki bo'lmasam mana shunday telefon sozlash yoki bo'lmasam telefon zapchast magazinlaridan topishingiz mumkin menimcha. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kimga video ma'qul kelgan bo'lsa, layklar bilan qo'llab turishlaringizni so'rab qolamiz.